Agar siz qo'rqinchli voqealardan qo'rqmasangiz va qiziqsangiz, bu video sizga yoqadi. Oxirigacha ko'ring. 4-5 og'ayni choyxonada o'tirishganda qo'rqinchli voqealardan gap ochilib ketadi. Va bir bola men bunaqa narsalardan umuman qo'rqmayman deb o'ziga ishonch bilan gapiradi. Bir oshnasi agar qo'rqmasang qabristonga bora olasanmi desa, albatta bora olaman deb javob beradi. Shunda oshnalar garobaylashadi. Qabristonga borib, yangi qabrni topib, unga pichoq sanchib kelsang, sen haqiqatdan qo'rqmas bo'lasan deydi va bunga kelishadi. Tungi yarmida bola rostdan ham qabristonga boradi. Qabristonga sekin kirib borar ekan, yuragini qo'rquv bosadi. Juda ham sokin, faqat qushlarni, qarg'alarni ovozi kelib turardi. Bolaning yuragini qattiq qo'rquv bosib, orqasiga qaytib ketgisi keladi va o'ylaydi, agar hozir kirib qabrga pichoq sanchmasam, o'rtoqlarim meni ustimdan kuladi va men ular nazarida qo'rqoqqa chiqaman. Yangi qabrni topadi, yoniga borib, qabrga pichoqni shatta sanchadi-da, o'rnidan sirazi turadi. Turganda